Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun mana oktyabrda 21-oktyabr 2025-yil Farg'ona viloyati Rishton tumani Avozvoy qishlog'iga keldim. Kelishimdan maqsad shu Tojikistondan qarindoshlari bor ekan, Asqar Ali. Shu menga WhatsApp orqali murojaat qildi. Asqar Ali hoji yaqinda hajga ham borib ketdi. WhatsApp orqali meni videolarimni ko'rib murojaat qildi WhatsApp orqali. Shu Avozvoy qishlog'ida qarindoshlarim bor. Shular bilan hech aloqa tiklalmayapmiz. Nomerlarini topib bering, o'sha yerga borib gaplashtiring meni dedi. Men shu Asqar Alining murojaati bo'yicha Avozvoy qishlog'iga kelib o'sha Abdunazar tog'a familiyasi Ismoilov Abdunazar tog'aning o'g'li Ibrohim akaning xonadoniga keldim. Abdunazar tog'a maktabda ko'p yil direktor bo'lganmi? Direktor bo'lgan ekan. Mana Ibrohim aka, o'zingiz mana shu mahallani tanishtiring, mana o'zingiz gapiringchi endi. Men shu Abdunazar tog'ani o'g'li bo'laman. Men shu Avozvoy qishlog'ida o'qituvchi bo'lib, ota kasbida o'qituvchi bo'lib, fizika, matematikadan ko'p yillarda mobaynida dars berib kelganman. Keyin shu qishlog'imizda mahalla fuqarolar yig'ini tashkil bo'lganda, men shuni raisi sifatida 5 yil ishlaganman. Hozirda nafaqada pensionerman. Hozir mana bu blogerimiz kelib menga tanishtirib qoldi. Tojikistondagi ko'p yildan beri bog'lanib turgan qarindoshlarimiz iltimosiga ko'ra kelishib qolgan ekan. Bular bilan hozir rahmat, mana Tojikistonlik o'sha Asqar Ali hojiga ham borib ketdi. Asqar Ali hojini tanishtirgan uchun juda katta rahmat. Qachon kelgan bakka oxirgi marta? 1900 adashmasam 59-60-yillarda kelgan, Tojikistondan ko'chib kelishib, ma'lum vaqtda ishlashib yana qaytib ketishgan edi. Buni men nima qilganim yo'q, 59-yil men o'sha yerga borganman Tojikistonga. Tojikistonga borib, ularni to'yini o'tkazib kelgan danam bilan birgalikda. Undan keyin bular bu yerga ko'chib kelishgan. Ko'chib kelishib, 1-2 yil yashagandan keyin yana taqdir taqozosi bilan Tojikistonga qaytib ketishgan. Men shuncha yil mobaynida ulardan aloqamiz yo'q edi. Rahmat, mana shu blogerimizga buni topib bizga tushuntirib berdi. Buning uchun juda katta rahmat. Uzoq yillar mobaynida ko'rishmagan qarindoshlarni ko'rdik, tanishdik. Endi xudo xolasa bular bilan aloqada bo'lib yuramiz. Mana Ibrohimjon hoji aka, mana o'qituvchilikdan pensiyaga chiqibsiz. Hozir mahallani raisi ham bo'libsiz. Bularni gapirib berdilar. Endi o'sha Asqar Ali yaqinda hajga ham borib ketdi. Menga WhatsApp orqali murojaat qilib o'sha Avozvoyga boring dedi. Mana keldim, topib, yaxshi insonlar yo'liqdi yo'limda ham. O'sha Qapchiroy qishlog'idan ham to'g'ri shu Avozvoyga tashlab o'tib ketdi bitta haydovchi akamiz. Unga ham rahmat. Keyin mana shu yerda ham bitta Nexia minib kelgan bir akamiz, bizdan yoshi yuqoriroq, o'sha Ibrohim hoji akalar quram inson to'g'ri uyiga olib kelib tashladi. Qiynalmasdan topib oldim. Mana endi kelib, hozir o'sha 1990-yilda kelgan ekan oxirgi marta o'sha Asqar Ali. O'shanda o'tib ketgan ekan Qozog'istonga, Tojikiston Respublikasiga. Endi o'sha paytda aslida bir haligi mustaqillik arafasi paytlari bir tojiklar kelibdi, falon joyga tushibdi degan nimalar ham bo'lar edi gaplar. O'shanda bir kelishgan bo'lsa kerak-da aka. Hoji aka,
keyin yana o'sha yoqqa qaytib o'tib ketgan hamda aloqa bo'lmay mana necha yillardan beri aloqa bir-birini telefonini topisholmagan, aloqaga chiqisholmagan. Mana yaqinda kimdandir tayinlab bordim dedingiz, u odam ham aytganmi, aytmaganmi? Mana oxiri aloqa tiklandi. WhatsApp orqali ancha suhbatlashishdi. Hozir WhatsAppdan ancha rasmlarni tashlab bergan, u rasmlarni ko'rsataman. WhatsApplari o'zlarini Telegram'iga ham tashlab beraveraman. Hamda mana shu qarindoshchilik rishtalari hozir aloqa orqali bo'lsa ham bog'landi. Sizlarga yaqin qarindoshmi? Ha, yaqin qarindosh. Bu otamizni jiyanlari bo'lishardi. Jiyanlari bo'lishardi. Ular lekin bular bu yerda ko'p yashasholmadi. Qanday oilaviy nimalar hisobi hozir olyaptimi? Ha, yozyapti. Bu farzandingizmi? Bu nevaram, eng katta nevaram. Ha, nevarangiz. Nevaram. Ismi nima? Bu Islombek. Islombek, ha, yaxshi. Meni o'g'lim bilan adashagan. 89-yil. Hozir Qozog'istonda ishlayapti. Ko'rib turadi. Uni ham YouTube kanali bor. YouTube kanaliga videolar chiqarib turadi. Hozir men yozib beraman. Endi mana Ovozbek qishlog'iga o'tib ketar edim. Qo'qonga borsak yoki Toshkentga borsak o'tib ketaverardik. Hech ham to'xtaganim yo'q edi. Mana shu bahona Ovozbek qishlog'ida to'xtab, mana o'sha katta yo'lda bo'yidan to'xtab, bu yerda ancha insonlar bilan gaplashib, so'rasam, uyingizni ana shu tomonda deyishdi. O'sha hozirgi aka olib kelib tashladi, o'sha aka hozir ketdi. Ishi zaril ekan, bo'lmasam u odam ham videoga tushib qolar edi. Juda ham ishim zaril dedi. Ovozbek qishlog'iga birinchi marta men to'xtashim. Endi oldin hech ham menimcha esimda yo'q, to'xtamagan ekanman. Lekin o'tib ketamiz. Toshkentmi, Qo'qonmi borsak. Biz ish yuzasidan bitta maktab bor edi dedi Asqar Ali. Endi hozirgi paytda ikkita bo'libdi. Yaqindagina mana shu mahallamizda mana shu o'quv yilida maktab tushdi. Ha, mana shu bilan shu maktabni qurishda otamizni xizmatlar juda katta bo'lgan. Toshkentga borishgan, boshqa qilgan bu bolalar 2-3 kilometr joyga qishli quruqli kunlarda piyoda borishardi. Mana endi hozir o'zimizning oldimizda maktab, yangi maktab bo'ldi. Bu o'qiyapti hozir bolalarimiz. Yaxshi. Mana o'zi bu Ovozbek qishlog'i ham bir kichikroq joymi deyman, bitta maktab bo'lgan ekanda shu vaqtgacha. Aholisi ham hozir ha, Ovozbek qishlog'i katta, Ovozbek qishlog'i hozir yuqori Ovozboy, quyi Ovozboy deyiladi. Quyi Ovozboyda ham maktab o'rni hozir nima bo'lgan, harakat bo'lyapti. Tashkil bo'lyapti. Endi bu hozir bizim maktabda asosiy biz o'zi ishlagan maktabda hozirgi kunda ikkisi men hatto 3-chi menda ham dars berganmiz. Endi majbur bo'lib shu sig'may qolgandan keyin shu yer hali 90-yillarda yer berish nimasida maktabga joy qo'yib ketgan. Demak, aholi ko'payyapti bu yerda. Aholi ko'payyapti. Hozir 1000 qancha bola bor desam, u kuni maktab direktoridan 1140 ta o'quvchimiz bor dedi. Buni ajralib chiqqandan keyin. Hozir endi bu tomoni Zodiyonmi? Zohidon, ha. Bu tomoni Zohidon, bu tomonda qanaqa qishloq bor? To'da bor. To'da, Rishtonda To'da. Mana bu yoqda bu tarafimizda Oqyer. Oqyerni bilaman. Bundan keyin qanaqa qishloq? Kapa qishlog'i Zodiyonga qaraydi, Kapa. Kapa qishlog'i. Ha, yaxshi. Mana Rishton tumaniga qarashli Ovozboy qishlog'ida bo'lib, mana shu nima Asqar Ali. Asqar Ali o'sha Tojikistonda qayerdaman deb sizga aytdi. Hozir sizni Rossiya kolxozi Shapkin uchastkasida. O'sha yerda ekan. Xudo xolasa mana endi bundan buyog'iga gaplashib turaverasizlar. Boramiz. Bordi keldi qilishlaring ham mumkin. Mana aloqa tiklandi. Qarindoshchilik rishtalari mana nima bo'lyapti, ulanyapti. Endi qarindoshchilikni uzmagan yaxshida. Nimaga desangiz, bu hadislarda ham bor. Allohga xush kelmaydi. Bu qarindoshchilikni uzgan odamga Allohga xush kelmas ekan. Bu hadislarda bor-da. Kimki qarindoshchilikni uzsa, bizdan bas degan hadislar ham bor. Shunaqa endi bu hattoki
uzoq qarindoshlarni ham bir ikki bor bo'lsa ham yo'qlab turish kerakda endi. Shuning uchun men ko'plarga aytaman. Bizni yoshligimizda enamiz qayerlarga olib borardi, mana bunday qarindoshlar. To'ppa to'g'ri. Endi biz ham bolalarga aytamiz, borgin qarindosh mana bunday tushuntirib qo'yish bizni vazifamiz. Hozir tirikchilik tashishi bilan yaqa chopamiz, baqa chopamiz, pul topish deymiz, oila boqish deymiz, har xil ishlar, tomorqani ishi deymiz, molni qarash kerak deymiz, dalada bog'imni qarayman deymiz. Hech kim vaqtni ajrata olmaydi. Endi vaqt ajratish kerak. Qachonki bir oyda bir marta bo'lsa ham o'sha qarindosh urug'larni yo'qlab, bu Allohning nazdida ham xush keladigan ishda bu. Ya'ni misol mana sal nimaroq bo'lsa, nima deydi, sal kam ta'minlanganroq bo'lsa, hattoki mana qilayotgan dehqonchiliklarimizdan, qilayotgan bog'dorchiliklarimizdan o'sha ushur degan nimasi bor ekan. O'sha ushurlarni ham o'sha otadan bolaga bo'lmas ekan, boladan ota tomonga bo'lmas ekan, lekin boshqa uzoq qarindoshlarga bo'laverar ekan. O'sha sal nimalar kam ta'minlanganroq bo'lsa, o'shalarga ushur bersa bo'laverar ekan. Hech o'sha ushurlardan ham bersa, mehr oqibat kuchayar ekan. Mana masjidlarda shu bu to'g'rida nimalar bo'lyapti, ma'ruzalar bo'lyapti. Yaqinda mana to'ylarni qisqartirish haqida ma'ruza bo'ldi. Biz endi boshqa mavzuga o'tib ketmaylik. Bu alohida mavzu. Endi mana Tojikiston bizga endi yaqin qo'shni davlat. Endi boradigan bo'lsalaring bir kun u yoqqa yo'l ketar yo 2 kun ketar. Bir kunda borishadi. Bir kunda borishadi. Mana hali do'stlik aloqalari tiklangan hozir hech qaysi joyda bir haliga pasport tinqani, qaysi millatdansan degan gap so'z yo'q. Mana o'zimiz ham Vatkenga borib keldik. Shundaqa aholi yaxshi kutib oldi. Uzun payvand qilgani bordik. Qirg'iz do'stlarimiz ham juda yaxshi kutib olishdi. Hech qayerda millatchilik degan narsa yo'q. Oldin o esirpaytda chapcha bo'lib turar edi, yatta-batta. Qiz olib qiz berganlarimiz bor. Xudonda bo'lib ketyapti hozir. Qo'shni respublikalar bilan mana Qirg'iziston, Tojikiston, yana bizga qaysi qo'shni nima, juda ko'p 5 ta respublika biz bitta nimaga regionga qaraymiz, O'rta Osiyo hisoblanamiz. Turkmaniston, yana mana O'zbekiston, Qozog'iston mana ishlashyapti hozir. Mana tog'a Hoji tog'a mana keldim, mana aloqani tiklab ishladi, mana rishta bunday bog'landi. Mana siz o'zingiz hattoki mana gapiryapsiz, ko'zlaringizdan yosh chiqib ketyapti. Nimaga? Siz 35 yil deganda qarindoshingizni topdingiz. Albatta. Mana o'sha bola necha kundan beri o'ziga sig'may turibdi-da. Qachon kelaman, qachon siz bilan gaplashtiraman. Ana bu hozir aytdi-yu, Rahmon degan akasi o'tib ketdi, Tojlarda ota-onasi o'tib ketdi. Eng bitta men qoldim deyapti o'shanda. Shunaqa dedi. Ama nevaralari bor ekan, 4 ta kelin oldim deyapti. Bitta ukasi Rossiyaga ketib 25 yil bo'libdi. 2000-yili ketgancha bedarak ekan. Bundan xabaringiz bormidi? Yo'q-da, mana hozir eshitdim. Mana shu O'zbekiston orqali chiqib ketgan ekan Rossiyaga 2000-yili. Hozirgacha bedarak ekan. Buni ismini nima dedi hozir eslab qola olmadik. Asqar Alining ukasi shu bedarak, hozirgacha bedarak deb aytdi. Mana shuni ham aytib qo'yapmiz hozir. Endi agar mabodo hayot bo'lib ajomas, biror joyda bizni ko'rib, videolarimizni ko'rib qolsa-yu, mani mayta Asqar akam bor edi, mayta O'zbekistonda qarindoshlarimiz bor edi deb balki noumid shayton deydi. Albatta. Bir qandaydir bir sabab bilan bir joyda yurgan bo'lsa, balki ko'rib qolsa ajomas. Hozir ismlarini biz eslab qola olmadik. 2005-yili chiqib ketgan Asqar Alining ukasi, hozir Asqar Ali Tojikiston respublikasida yashaydi. Mana qarindoshlari Ibrohimjon Hoji tog'a O'zbekistonda Farg'ona viloyati Farg'ona Qo'shtepa tumanimi? Nima? Rishton tumani Ovozboy qishlog'ida yashaydi. Mana shu Asqar Alining yaqin qarindoshlaridan Ibrohim Hoji tog'a. Hurmatli o'rtoqlar, mana endi e'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar kimda kim mana shu uzoq qarindoshlarim bilan aloqani tiklayman, bir qancha yildan beri ko'rishganim yo'q deydigan bo'lsa, mayli murojaat qilaveringlar. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mana shu kanalim orqali
butun dunyoda ko'rishadi. Shu agar murojaat qilsalaring, WhatsAppdan, Telegramdan murojaat qilsalaring, mana shu YouTube kanalimiz Gilavniyda nomerim bor, WhatsApp bor, Telegram bor. Men qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman. Hattoki telefon orqali ham bir uchrashtirib qo'yishga tayyorman. Ana, yashang, rahmat. Tog'a endi bir duo qilib qo'yasiz. Musofirchilikda qancha yurtdoshlarimiz ishlab yuribdi. Xalqimizni, musofirlarni bir duo qiling. O'sha Asqar Alini ham duo qiling. Qani, amin. Mana shu sizlarda qilayotgan ishlaringni rivojini bersin. Xudo bu sizlarning ishlaringizni rivoj bersin. Amin. Elimiz, yurtimizda mana shu boshqa yurtlarda kelib xizmat qilib, bolam, chaqam, hayotimni rivojlantiraman degan odamlar hammasidan joni sog' bo'lsin. Safarda yurganlar, safarlar bexatar, esolomon el yur, yolg'iz bilan qaytib kelsin. Ana shu Asqar Alini ukasini ham agarda shu nima bo'layotgan bo'lsa, ko'rgan mana shu nima qilayotgan bo'lsa, bemalol ana shu yurtga qaytib kelishini. Buning uchun mana shu blogerimizga juda katta rahmat. Bu ishlarni qilgan ishini rivojini bersin, doim sog' salomat yursin. Bular uchun katta rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Kanalga obuna bo'lib, mana shu videomizga like bosib tarqatib yuborasizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Ha, o'chirib buni endi.